Do'stim, farzand o'zingiznikimi? Tushunmadim. Yo, endi aksariyat holatda bizning oldimizga kulib tabassum bilan kelishadi-da, xo'mrayganingizga so'radim. Sizni ham xotiningiz qiz tug'ib bersin. Keyin gaplashamiz. Allo. Men senga nima dedim? Oldin o'g'il tug'ib bergin, keyin olib chiqaman. Bilmayman kim olib chiqsa olib chiqursin. Bo'pti. Aka ish pulida? 400 ming do'stim. Mana. Shoshmang birodar. Mana shu joyda 5 yildan beri o'z qo'lim bilan beshi yasab sotaman. Lekin birontayam farzandim yo'q. Har bir yasagan beshigimni o'zimni farzandimga yasagandek yasayman. Iltimos sizdan